Assalomu alaykum vatandoshlar. Bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib borayotgan obunachilar, Makler Otabek YouTube kanali kuzatib boruvchilari, bizni Surxondaryoning chekka tumanlaridan kuzatayotgan obunachilarimiz bor albatta. Qumqo'rg'ondan 3 chiqaring, Jayqo'rg'ondan chiqaring, Do'mlardan degan obunachilarimiz bor edi. Hozirgi chiqarayotgan videorolikimiz Muzrabotliklarga ko'proq manfaatli bo'ladi. Men turgan lokatsiya Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazida 5 qavatli qurilgan domlarning 5-qavatida umumiy maydoni 71 kvadratni tashkil etayotgan 3 xonali qishlik kvartirada bo'lyapti. Reklama sifatida kelganmiz, uy egalari nomeri bilan e'lon qilamiz. Bemalol uy egalariga chiqib baraka qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 160 million so'm deb baholandi. Boshlang'ich to'lov 160 million so'm deb baholandi. Oylik kredit to'lovi esa 2 million so'mda tashkil etyapti. 2 million so'm tashkil etyapti. Men hozir sizlarga uyning holatini tanishtirib chiqaman. Orqamdagi tashqi eshikdan kelganda o'ng qo'lga birinchi bo'lib oshxonasi joylashgan. Oshxonaga kuxni mebellar yasatilgan, gaz plita, alohida katyol hamda dimoxodlar qo'yilgan. Tashqi eshikdan kelib o'ng qo'lga ikkinchi qayriladigan bo'lsak, bunga spalni xonasi joylashgan. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Holat yaxshi holatda saqlangan. Bu esa tashqi eshikdan chap qo'lga qayriladigan bo'lsa, 2 tabaqali eshiklar qo'yilgan. Bu mehmonxonasi hisoblanadi. Uyning chertojlarini, xonaning o'lchamlarini men Telegram ijtimoiy tarmoqlarga tashlayman. Bemalol xonaning o'lchamlarini o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Tashqi eshikdan kelganda chap qo'l tomonga esa sanuzel hamda bolalar xonasi joylashgan. Eng muhimi sanuzellar alohida vatandoshlar. Ko'rsatishingiz mumkin. Hojatxonasi yarmigacha kafillangan. Issiq suv, sovuq suvdan umuman muammo yo'q. Uy egalari pastga bochka bilan yo'nqiz motorlarni qilib qo'yishibdi. Bu esa varnaxonasi, bu ham yarmigacha kafillangan. Bu esa bolalar xonasi bo'lyapti. Umumiy maydoni 71 kvadratni tashkil etayotgan 3 xonali kvartiramiz narxi aytib o'tganimdek 160 million so'm deb baholandi. Oylik kredit to'lovi esa 2 million so'mni tashkil etyapti. Bankda qolgan asosiy qarzini to'liq opsiyada o'qishingiz mumkin. Egalar nomerini aytib o'taman. 33lik kodi bilan 717 27 uy egalariga aytamiz, ya'ni uy egalariga WhatsApp, Telegram, imoni bu raqamga ochib qo'yishadi, chetdan telefon qiladiganlar uchun. Biz bilan video oxirigacha qolganingiz uchun sizga tashakkur izhor etamiz. Bu videoni esa Muzrabotlik tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.